hammaga. Bugun dushanba va yangi nima deydi haftani boshlanishi va albatta darslarimizni ham boshlanishi. Bugungi darsim Xudoga shukr soat 2 da ertalabdan emas, chunki qanaqadir dushanba kuni har doim menga og'ir kun bo'ladi. No, bu darsni 2 da qo'yganman. Va hozirlikka hech kun shoshilmayman, chunki bugungi rejalarim ozroq ko'proq. Va hozir men soat bizda 11:30 bo'lyapti va men hozir menga mas'ul, ya'ni international studentlarga mas'ul ustoz bilan ko'rishga ketaman. Bugun uchrashuvimiz bor edi, birga obed qilib, birga so'yadigan narsalarni so'rab olib, undan keyin darsimga boraman. Darsimdan chiqib esa kim bizga bitta assignment bergan. Bugungi darsimiz bo'yicha o'sha assignmentni bugun kechqurun 12 gacha borishim kerak, uni ustida ishlashim kerak va undan keyin yana boshqa narsaga borishim kerak bitta joyga. Xullas ozroq biziman bugun va shu bizi kunimda sizlar bilan birga bo'lishib ko'rsatmoqchiman. Portugalda hamshiraning turistlar restoranida va menga ovqati juda ham yoqdi. Men buni tanladim. 4 pullik sho'rba. Tomosasiga gap yo'q. Va gaplashib ovqatlanib bo'lganimizdan keyin meni o'sha darsim bo'ladigan binoga borib qo'ydilar. Xullas, biz keldik va hozir soat 2lik darsimga boraman. Hali vaqt bor, 1 soatchalar bor. Ungacha men 2ga hozir soat 1 bo'ldi taxminan va 2gacha xonada dars qilish rejam bor. Chunki o'sha hadiyani assignment topshirishim kerak bugun 12gacha, kechqurun 12gacha. Ovqatlanib keldik va ustozimiz o'sha ishlarga ketdilar va men o'qishga keldim. Shunday. Xo'p, bugungi darsim fashion haqida. Aytishim mumkin, nima aloqasi bor? Mana buning bilan nima deydi? Yo'nalishim bilan, chunki men yo'nalishim Kangwang, ya'ni turizm. Bugungi darsim bu qo'shimcha dars, ya'ni asosiy emasda ko'yan hisob deyiladi, ya'ni qo'shimcha dars olganman. Va bugungi darsim esa fashion darsi. Bugungi darsimizda o'zi o'quvchilar hech kim ko'p, o'zi kabinetimiz chekdami, shuning uchun fortunately xonamiz bo'sh bo'ladi. 2gacha ungacha darslarimni qilsam bo'ladi, ya'ni assignmentlarimni. Shunday. Koreya universitetlarini bitirib yoqadi menga har doim anaqa, har doim shu cho'ngso'giz bo'ladi. Chunki men ko'p suv ichaman. Va bunaqa nima deydi, Koreyani bulardan bittasi. Tikchinglardan bittasi har doim shuna har bitta musulda shunaqa alohida tashlashadi. Chunki bu haftadan boshlab tumalko'sa boshlanadi va keyingi hafta bilan tugaydi. Keyin bugun uchun bu darsimizni, bu fashion darsimizni oxirgi darsi va keyingi hafta bu imtihon bo'ladi. Va bu darsda bizga hech kim bizga muhim nimaga, chunki imtihonda tushadigan narsalarni qaysi mavzulardan tushishi mumkin bo'lgan narsalarni aytishlari mumkin va bu ko'suniy manipulyatsiya hech kim yo'qadilar. Chunki o'zi bu darsimizda nima deydi? Neonga, ya'ni o'qiydigan narslarimiz hech kim ko'p. Misol har bitta darsda uchun nechidir 80 bet bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 70 bet boshqa narsalar bo'ladi har bitta darsning ustida. O'shaning uchun bugunga sal ko'proq e'tibor berishimizni aytadigan kunlardan bittasida bugun o'zi. O'shaning uchun nima deydi? Quloqim shunaqa kerak, ding bo'lib.
videoda ko'rganinglardek yozishmi, yozib chizib narsa qilaman. Xullas, darsim ham tugadi. Endi esa tugadi. 3 soatli 5 tugashi kerak, endi to'g'ri tugadi. Chunki bugun shu oxirgi dars edi va hozir bitta zo'r narsa qilishga ketaman. Ana shu binoda как раз birinchi etajda bo'ldi darsimiz. So welcome to 24 clothing store. Koreyada yana bitta narsasi menga yoqadi. Bunaqa kiyim do'konlari ham bor, ya'ni 24 soat ishlaydi. Va men bu yerga kelganim sababi har xil kiyimni kiyib, o'zimga mos stilni topib, o'shani rasmga tushirib assignmentga qo'yishim kerak edi. Bilmayman nimaga, meni qanaqadir yergam tugab sal ozroq boshim og'rib qoldi, to'g'risini aytsam. Xullas, menga hozirgi vaziyatda kerakli narsa tinchxona, dars qilishim uchun kofe va ovqat. Shu narsa to'g'risini aytsam, o'zi kafega kirmoqchi edim, ko'rganinglardek kiryotgandim kampusga. Shu o'qidan keyin sразу chiqib ketdim. Yo'q, bu yerda dars qilmayman dedim, chiqib ketdim. Va uyga kelib o'zimga kofe va avokadolik tost qildim. Va uyda qolib olib, yana kafega bordim dars qilishga. Kafega assignmentimni tugatish uchun keldim and omad tilab turgan. Bugungi kunim shunaqa qiziqarli va productive o'tdi and thanks for watching.